Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 2025-yilning 30-mart kunida Ramazon oyi Hayit bayrami kuni. Hammalaringizni mana shu Hayit bayrami bilan tabriklayman. Qaranglar do'stlar, o'zimizni mana bog'imizdan, Huseynovlar bog'i, akamizni bog'lari mana. Qarang, manzarani qarang. Mana bunisining nomi bor. Jamshidboyli bog'lari degan. Har qanday bog', o'zimizni uyimizdagilarga ham bor. Juda ajoyib manzaralar kasb etgan. Nasib bo'lsa hammalaringizni cherishni yeyishga taklif qilib qolaman. Erta nasib bo'lsa pishgan vaqtida. Albatta bu hammasi qo'l mehnat qilingan ishlar. Mana shu yoqqa o'zimiz O'zbekistonda kogonimizda cherishni bo'lmaydi deganlar uchun video operator mana cherishlarni bir olib qo'ying, ko'rsatib qo'ying hammaga. Tomosha qilishsin. Mana shunda Hayit ayyomida bugun ochilgan oppoqqina bo'lib ochilib turibdi, qaranglar. Har xil sortlari bor. Mana akamiz buni nihollarini taxlab o'zlari yetkazib ham beryaptilar, qurib berish xizmatlarini ham taklif qilyaptilar. Mana operator mana shu nimalarni ham, niholchalarni ham olib qo'ying. Mana 1 yillik payvanda niholchalar уже gulga kirgan, ko'rishingiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlarim. Hammalaringizga rahmat, hammalaringizga yana bir bora Hayit bayramlari muborak bo'lsin deyman. Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Rahmat hammalaringizga. Aziz do'stlar, aziz kanalim obunachilari, mana bu esa mana o'zimning shaxsiy bog'im. O'zimning daraxtlarim, mana ko'ribsiz, faqat ko'p miqdorda emas. Mana shu o'z qo'llarim bilan yetishtirganman, tayyorlaganman. Hatto daraxtni yoshligidan o'stirib, payvand qilib, o'zim mana shu nihollarni ham yetishtirib taxlaganman. Har yili ajoyib kattaligi o'rikka o'xshagan kattalikda jilos, ya'ni cherishni berib turadi mana shu. Mana marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Hozircha kamroq katta bog'larimiz bor, ular endi hosilga kirish kerak. Nasib bo'lsa, ularni hammasini 4-5 yilga bir yaxshi video qilib chiqaramiz degan niyatdamiz. Hammalaringizga yana bir bora Hayit bayramlaringiz muborak bo'lsin.